Olsani, üç padişahlıktaki kıllı yuşqa en mahir adam desek artık ketmeyin. Yürek berip, alt raqamını yollab saqlab etgandan keyin filmning davomi etgan. Üç padişahlıkni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsov, Veydovitning pasi bor. U mundaq yorliq tushirdi. Ya'ni bug'doy pishmasdan burun, ya'ni shal bug'doy pishmasdan burun askarlarningki bug'doyliqqa busib kirishi yoki uni vayron qilish cheklandi. Agar kirganlar bo'lsa, men ularning kallasini olaman deb shunday bir qonun tuzdi. Ammo bu urushga ketib qolgan vaqtda uning ot orvasidagi ot cho'chib ketib, ya'ni gap anglamay, shunda bug'doy etiziga kirib ketib, nurg'un bug'doyni dasib o'tdi. Shuning bilan bu yerda Savsov o'zininki qonuni bo'yicha o'zining kallasini ilishga tiq bo'lmaydi, chunki u pasman. Agar bu ishni yolg'on bilmaslik sabab o'tkazib etsa, demak qo'l ostidagilar uningga ishonmas bo'lib qoldi. Ya'ni qo'l ostidagilarni boshqarolmas bo'lib qoldi. Şun bir yerdə Savsov qandaq qildi degan vaqtda mening kallamni keyin jangda biz g'alaba qilgan vaqtda olaylik. Bu kallaga men qarzlar o'tiray. Hozircha men chechimni kesib, o'zimning kallamning o'rniga shuni almashtirib turay deb chechini kesib, barliq lashkarlarga ko'z tutib, shuning bilan lashkarlarniki qaytadan shundoq ishonchsiga erishdi. Demak, bir rahbar bo'lg'uchi o'zi qilgan ishqa chuqur egib olishi yoki o'zi boshlamchi bo'lib, o'zining qo'l ostidagilarni o'zining qoidasiga bo'ysundira olish kerak. Ya'ni o'zini ash qoidaga tusha olish kerak. Agar siz bu gaplarimga qo'shilsangiz, ostidagi inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texim ko'p uch padishahlikdagi jahondorchilik, korxona boshqarish, ig'lik tiklashga oid darslarga, ya'ni yuridik dars qatnashmoqchi bo'lsangiz, ayrim qanam uchur qilib, men maxsus uch padishahlik va korxona boshqarish darslik so'zini degan to'pqa sizni qo'shib qo'yaman.